Hammangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan yangiliklar ko'rsatuvi. Xullas, 13-qishloq ehtiyot bo'ling. Xullas, 13-qishloqqa meteorit tushishi ehtimoli bor va juda ham aniq meteorit tushadi. Olimlar buni tasdiqlashdi. Shuning uchun o'zingizni himoya qilishingizni so'rab qolamiz va agarda yordam kuchi kerak bo'lsa, bemalol chaqirishingiz mumkin. 13-qishloq. Sizlarni yashab qolishingiz bizning qo'limizda emas. Всем привет, barchaga assalomu alaykum bo'lasiz. Sizlar bilan men Reddiman va bugungi videomizga xush kelibsizlar. Bolalar, короче, bugungi videomiz juda ham qiziqarli bo'ladi degan umiddaman. Albatta kanalimga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar. Video kengroq tarqalishi uchun xo'p bo'ladi. Har doimgidek ekinlarimizni yig'ishtirib olamiz. Bu ekinlar juda ham zo'r hosil beryapti. Oxirgi paytlar men xursand bo'lib ketaman. Va bu kartoshka bu tomon sabzi, xullas bularni sotaman va o'zim ham ishlataman. Xullas shunaqa bo'la voy men dabdara qilib qo'ydim. Mayli, xullas bo'la sizlarga ham zo'r maslahatim ekindan foyda zo'r kelyapti. Oxirgi paytlar bilmadim, qishda uncha yaxshi bo'lmaganda, hozirgi paytda juda ham ajoyib bahorda. Albatta bahor, chunki bu. Mayli bolalar, nicho, xullas kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosinglar. Men qayta aytmasimdan o'zingizlar obuna bo'lib like bosib qo'yinglar. Xo'p, mana bu chirigan, aynib ketgan kartoshkani lavaga tashlab yuboramiz. Xo'p, так что endi xo'p degan ko'pda juda ham gap ishlar, tapa tilim sevib chiqib ketdi xullas. Shunaqa gaplar. Mana bu yerda bularni bu yerga solib qo'yganim ma'qul. Bu yerga ketmonni va ekinlarni, sabzi va kartoshkani mana bu yerga solib qo'yaman. Va biroz kompyuter o'ynashim kerak xullas. Reddi, qalaysan? Yaxshi, senchi? Eshitdingmi? Nimani? Meteorit tushyapti-ku qishlog'imizga. Ay, yaxshi, bo'lmagan gap. Ishonmasang yangiliklardan ko'r, men bilmadim. Mayli, nima qilay shunga? Xullas, shunga endi bir ilojini qilmasak bo'lmaydi, o'lib ketamiz bo'lmasa. Mayli, keyin men merda oldiga o'tib kelaman. Mayli, sog' bo'l, bor uyingga yo'qa, men ishlarim bor. Mayli, aytib qo'yay dedim-da. Mayli, sog' bo'l, yo'qa. Mana meteorit deydimi bu bolalar? Qanday sizga meteorit tushishi mumkin bizning qishloqqa, hayronman. Mo'sh tushar, balkim haqiqatdir. Bu meteorit deganlari ham bu qachondir tushar bu. Tushadi deb tushmaydi. Biz aynanki bizning qishlog'imizga tushmasa kerak, bilmadim. Qolganini mer bilan gaplashib olamiz. Yangiliklarni ham ko'rishim kerak. Hozir esa birinchi bo'lib merning oldiga boramiz bolalar. Sizlar ungacha kanalimga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar. Juda ham ko'p so'rayapman. So'ramasligim uchun obuna bo'lib qo'ysanglar, shuni so'rayvermayman sizlardan. Davaychi tezroq shu uchun nima deb. Xo'p bolalar, hozir biz merda oldiga o'tib kelishimiz kerak. Merda oldiga o'tamizda, merdan so'raymiz nima qilish kerak edi. Assalomu alaykum, mer, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Eshitdingizmi, meteorit tushyapti ekan. Eshitdim. Shunga biror nima qilishimiz kerak. Balkim bunker qurarmiz. Bunker yaxshi fikr. Unda sen harakatlarni qil. Nima qilay? Telefon qilasan, kimga telefon qilishni bilasan, o'shalarga telefon qilib narsalar zakaz qil, tekinga. Tushunarli. Meni aytgan, xo'pmi? Xo'p, mayli. Xo'p. Bo'ldi, podpischiklar mer bilan gaplashib chiqdim. Mer aytayaptiki, hozir davlatga telefon qilaman, xullas kerakli joyga, zavodgami, xullas telefon qilaman-da, bunker uchun kerakli narsalarni va bir nechta ishchilarni chaqiraman va hammasi tekin, chunki meteorit tushyapti, bu bizning aybimiz emas, shuning uchun davlat tomonidan qoplab beriladi va merni aytadigan bo'lsam, tekinga tushadi. Xo'p, bolalar, hozir esa telefon qilamiz. Alo, assalomu alaykum, xullas biz 13-qishloqdan sizga telefon qilyapmiz. Bolalar, hammaga salom yana bir bora. Xullas bizning bunkerimiz tayyor. Mana ko'rib turganinglardek, nima desam bo'ladi, ishchilar keldi, hamma narsani olib kelib, hamma narsani qurib o'sha ketishdi ishchilar. Meteorit soat примерно 1 soatlardan keyin tushadi degan. Nimagadir hozir yer ozgina qimirlayapti, nima bo'lyapti bilmadim. Yer qimirlab ketyapti o'zidan o'zi. Bunga olib qo'yamiz. What the hell, nima bu ujutdan boshlanib ketdimi? Dava buni tezroq yopish kerak. Men boshi aylanib ketyapti. Boshim aylanib ketyapti. Tezroq tushib olishimiz kerak. Hozir yiqilib tushishim mumkin, lekin narvondan bekorga pastga menimcha kelib qoldim. Nima? To'xtab qoldimi? Bu yaxshi. Menimcha bu men yer qimirlayapti, bu hayronman, meteorit tushdi shekilli menimcha. Lekin buni tez tugab qolmasa kerak, bilmadim. Shuncha bunkerni biz bekorga qurmadik. Bu yerda
hozir sizlarga tanishtirib chiqaman. Bu yer hojatxona va oshxonani ham ko'rdinglar va bu yer yotoqxona. Bu yerda yigitlar uxlaydi va men ham shu qatorda. Bu yer shunaqa xullas mana ko'rib turganinglardek. Xo'p, va ana endi eng oxirgisi bu yerda yigitlar bor. Yo, salom yigitlar, men keldim xullas. Menimcha meteorit tujab tushib qolsa kerak. Yer qimirladi, sezdinglarmi? Ha, sezdik. Sezdik. Ha, yaxshi. Xullas, janob mer, sizdan bitta narsa so'ramoqchi edim. Nima? Endi nima qilamiz? Hech nima, shunchaki kutamiz. Ha, mayli unda. Nima bo'lyapti o'zi? Bu juda qattiq miyakka birovni qilyapti bu. Internet ta'sir qilyapti. Nima qilishimiz kerak? Yo'q, nima qilish kerak? O'zi bu bunker bizni bosib qolmaydi, ishonavering menga. Bosib qolmaydi. Ha, to'g'ri. Bosib qolmadi. Menimcha to'xtadi. Ha, bolalar nima dedilar? Ha, to'xtagani yaxshi bo'ldi. Ha, to'xtadi aniq. Juda ham qo'rqib ketdim. Bunker bosib qoladimi deb o'ylagandim. Ha, men ham shunday o'ylagandim. Men ham. U xayriyat. Menimcha meteorit tushdi shekilli. Men hozir tekshirib kelaman. Ehtiyot bo'l. Mayli. Xo'p, juda ham qattiq qo'rqib ketdik hammamiz yigitlar bilan. Juda ham qo'rqinchli. Hozir pastga tushishim kerak. Hozir avval yangiliklarni ko'ray. Musht hali ko'proq meteorit tushar menimcha, bilmadim. Mana bu eshikni ochib qo'yamiz. Mana ishda bo'lsa kerak, eshikni yopamiz. Xo'p, va bolalar, juda ham qo'rqinchli bo'ldi. Hozir ko'rib turganinglardek, yer qanaqa qimirlaganini ko'rdinglar, bolalar o'zinglar ham. Xullas, shunday qo'rqinchli vaziyatdan sizlar nima qilgan bo'lardilar, kommentariyga yozib qo'yinglar. Xo'p, albatta bunaqa vaziyatlar kam bo'lishi uchun videomizga ham like bosib qo'yinglar. Xo'p, bolalar. Ana endi mana bu yerga nima qo'yilmayapti bu? Mana bu yerga notebookimni qo'yaman va notebookimni qo'ydim va hozir endi yangiliklarni ko'ramiz. 13-qishloq, sizlardan uzr so'raymiz. Bu juda ham yolg'on xabar ekan, fake xabar. Bu yolg'on ekan. Hech qanaqa meteorit tushmaydi. Shunchaki yer qimirlaydi xolos. Shuning uchun sizlardan uzr so'raymiz, vahimaga solgan bo'lsak. Hammangiz bemalol har doimgidek yashashingiz mumkin. Hammasi o'tib ketdi. Hech qanaqa meteorit yo'q. Faqatgina yer qimirlaydi xolos. Biz yolg'on xabar tarqatganimiz uchun uzr so'raymiz. Hammangizni yaxshi ko'ramiz. O'zingizni ehtiyot qiling. Nima? Bor yo'g'i shumi? Shunga shuncha vahima qilib bunker qurdirib yubordimi? Shuncha vaqtim, shuncha charchab nima bo'lib ketdi? Endi bundan yer ustida turganimiz yaxshi edi-ku. Qani yigitlar qaysi xonada edi? Hozir tezroq ochilsa bo'lmaydi. Men eshigi ham yigitlar, bu hammasi yolg'on xabar ekan. Hech qanaqa meteorit yo'q ekan. Nima deganing bu? Hozirgina xabarlarni ko'rdim. Shunchaki yer qimirlaydi ekan, xolos, u yolg'on xabar ekan. Shuning uchun hozir men yer ustiga chiqib tekshirib kelay. Mayli, ko'rib kel. Xo'p, mayli, o'tirib turinglar. Endi qanday bundaqasiga butun 13-qishloqqa, bu faqat bizning qishloqqa emas, boshqa qishloqlarga ham bo'lgan bo'lishi mumkin. Bunaqa xabarlar bilmadim, lekin juda ham vahimaga soldi bizda bular endi juda ham qo'rqitib yubordi odamni. Maylicha, xullas bolalar, sizlar ham shunaqa fake xabarlarga aldanib qolmaslik uchun ehtiyot bo'lib yuringlar. Ko'rdinglar hozir qanday bitta oddiygina yolg'on xabarda deb hazilni deb biz shunday hech qanday meteorit yo'q, hech qayerga hech nima tushmagan. Shunchaki o yer qimirlagan xolos, hech qayer ham buzilmagan. Demak, yer unchalik qattiq qimirlamagan. Yer ostida juda ham qattiq seziladi yer qimirlashi. Shu uchun shunaqa qattiq tuyuldi. Xullas shunaqa. Hammalarga xayr bolalar. Sizlar bilan men ready bo'ldim va bugungi videomizga xush kelibsizlar. Videomizga like bosing, ko'proq odamga tarqalishi uchun. Xo'p, bolalar. Ko'rdinglar shunaqa fake xabar. Xullas endi jitillarni chaqirib chiqishim kerak, hammasi yaxshi xabarligini aytishim kerak. Xo'p, hammaga xayr. Ana endi shu videoga 1000 ta like yig'amiz va keyingi video tezroq chiqadi.